Chunki Balvin asosiy ishonchini onasiga beradi va barcha siyosiy masalalarni onasi bilan birinchi o'rinda muhokama qilishni boshlaydi. Ammo Balvin o'zining o'gay onasi Mariyani kortdan, ya'ni devondan chiqarib yubormaydi. Aksincha, Mariya kortda devonda Qudusda yashashni davom etadi. Va ularning o'rtasida munosabatlar garchi iliq bo'lmasa-da, Balvin shunday qaror qabul qiladi, chunki Balvinning o'gay singlisi mavjud edi, ya'ni Mariyaning qizi Izabella. Agarda Balvin o'gay onasini o'zidan uzoqqa chiqarib yuborganda, ya'ni o'zining nazoratidan tashqariga qo'yib yuborganda, u Mariya keyinchalik o'zini qizini Qudus taxtiga chiqishi uchun harakat qilishi mumkin edi. Shuni hisobga olgan holatda Balvin bunday qilmaydi. Ya'ni u o'zining o'gay singlisini va o'gay onasini o'z qaramog'ida, o'z nazorati ostida ushlab turadi va oradan yil vaqt o'tgandan so'ng ularni o'zi turmushga ham beradi, ya'ni qaytadan. Va Balvin 4-Qudusning afsonaviy quroli to'g'risidagi boshqa qiziqarli faktlar va uning hayoti to'g'risidagi boshqa qiziqarli faktlar keyingi videolarimizda.